Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugungi mavzu barchamiz uchun, ayniqsa nafaqaxo'rlarimiz va ularning oila a'zolari uchun o'ta dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega. Sizning nafaqangiz xavf ostida bo'lishi mumkinmi? Ertaga sizni qandaydir komissiyaga chaqirishlari mumkinmi? Bu savol ko'pchilikni tashvishga solishi tabiiy. Zero, bugungi ma'lumot sizning ertangi kuningiz, moliyaviy barqarorligingiz va xotirjamligingiz uchun nihoyatda muhimdir. Shuning uchun, iltimos, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumot boshqalarga ham yetib borishiga yordam beradi. Moning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, eslang, bir necha yillar oldin pensiya tizimi ancha sodda edi. Nafaqaga chiqqandan so'ng odatda sizning holatingizni qayta ko'rib chiqish yoki tekshirish zarurati kamdan kam yuzaga kelardi. Yoshga doir nafaqalar deyarli umrbod, nogironlik nafaqalari esa agar muddat belgilanmagan bo'lsa xuddi shunday doimiy hisoblanardi. Pensiya tizimining asosiy vazifasi fuqarolarga munosib keksayish va ijtimoiy himoyani ta'minlash edi. Va bu jarayonlar byurokratik to'siqlarsiz bir marta rasmiylashtirilgandan so'ng kamdan kam hollarda o'zgarishlarga duch kelardi. Odamlar pensiyaga chiqish uchun hujjat topshirar. Bir necha tekshiruvdan o'tib nafaqasini olgach, asosan uning miqdori yoki to'lanish tartibi bo'yicha savollar bo'lmasa, qayta pensiya jamg'armasiga yoki TMEK, tibbiy mehnat ekspert komissiyasiga murojaat qilishlariga hojat qolmasdi. Jarayon an'anaviy va nisbatan barqaror edi. Bugun esa vaziyat butunlay o'zgargan. Pensiya tizimida katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Asosiy e'tibor byudjet samaradorligini oshirish, pensiya mablag'larining shaffofligini ta'minlash va adolatli taqsimotga erishishga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, pensiya to'g'risidagi qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar, tizimni raqamlashtirish, shuningdek, nafaqa oluvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar bazalarini muntazam ravishda yangilash va boshqa davlat idoralari bilan o'zaro ma'lumot almashish mexanizmlari joriy etilgani sababli sizni komissiyaga chaqirish ehtimoli sezilarli darajada oshgan. Hukumat nafaqa tizimida firibgarlik va suiiste'molliklarga qarshi kurashishni kuchaytirmoqda. Shuningdek, nafaqa oluvchilarning haqiqiy holatini aniqlashga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Bu ayniqsa nogironlik pensiyalari va boquvchisini yo'qotganlik uchun beriladigan nafaqalarga tegishli. Ya'ni ilgari pensiya bir marta belgilanib, kamdan kam holatlarda qayta ko'rib chiqilgan bo'lsa, hozir bu jarayonlar muntazam tus olmoqda va ba'zida kutilmagan chaqiruvlar bilan ham birga bo'lishi mumkin. Bu yangi sharoitlarga moslashishimiz va ogoh bo'lishimiz kerakligini anglatadi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kimga xavotirga o'rin yo'q? Keling endi eng muhim savollarga javob beraylik. Kimlarni komissiyaga chaqirishlari mumkin va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Bu yerda tafsilotlarga kirishimiz zarur. Chunki har bir holat o'ziga xos nuanslarga ega. Kimlar xavotir olishi kerak va chaqirilishi mumkin? Muddatli nogironlik nafaqasini oluvchilar. Bu eng keng tarqalgan va aniq holat. Agar sizga nogironlik pensiyasi ma'lum bir muddatga, masalan, 1 yil, 2 yil yoki 3 yilga belgilangan bo'lsa, bu muddat tugashiga yaqin qolganda sizni avtomatik ravishda TMEKga, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qayta ko'rikdan o'tish uchun chaqirishadi. Bu doimiy va majburiy jarayon. Komissiya sizning sog'lig'ingiz holatini qayta baholaydi. Kasallikning rivojlanishi yoki regressiyasini aniqlaydi va nogironlik guruhini tasdiqlaydi, o'zgartiradi yoki bekor qiladi. Misol, Dilmurod aka 6 yoshda 3 yil oldin yurak xastaligi tufayli 2 guruh nogironlik pensiyasini olgan edi. Unga nogironlik 3 yil muddatga belgilangan. Yaqinda bu muddat tugashi kerakligi haqida ogohlantirish xati keldi yoki u o'zi pensiya jamg'armasidan ma'lumot oldi. Dilmurod aka 3 yil davomida sog'lig'iga e'tibor bergan, muolajalar olgan. Endi uni TMEKga chaqirishadi. Komissiya uning so'nggi 3 yildagi tibbiy hujjatlarini, yangi tahlillar va tekshiruv natijalarini ko'rib chiqadi. Agar uning sog'lig'i sezilarli darajada yaxshilangan bo'lsa va avvalgi nogironlik darajasiga mos kelmasa, uning nogironlik guruhi pasayishi yoki hatto bekor qilinishi mumkin. Aksincha, agar sog'lig'i yomonlashgan bo'lsa, guruh o'zgarishi yoki muddat uzaytirilishi mumkin. Bu yerda muhim jihat shuki, Dilmurod aka bu chaqiruvga tayyor turishi, barcha tibbiy hujjatlarni tartibga solib borish kerak edi. Sog'lig'i sezilarli darajada yaxshilangan deb taxmin qilingan nogironlik pensiyasi oluvchilar ba'zi kasalliklar davolanadi yoki sezilarli remissiyaga kiradi.
Agar pensiya jamg'armasi yoki sog'liqni saqlash tizimidagi ma'lumotlar bazalarida sizning sog'lig'ingiz holatida ijobiy o'zgarishlar haqida ma'lumot paydo bo'lsa, masalan, yangi tibbiy xulosalar, kasalxonadan chiqish epikrizlari, hatto muddat tugashiga hali ancha bo'lsa ham sizni navbatdan tashqari ta'minotga chaqirishlari mumkin. Bu ayniqsa operatsiyalardan so'ng tiklanish davrida yoki davomli muolajalar natijasida salomatligi yaxshilangan shaxslarga tegishli bo'lishi mumkin. Misol, Gulnora opa 25 yoshda onkologik kasallik tufayli 2 guruh nogironlik pensiyasini olgan. Unga 3 yillik muddat belgilangan edi. 1,5 yil o'tgach, u muvaffaqiyatli operatsiya o'tkazdi va uzoq muddatli davolanish kursini tugatdi. Shifokorlar uning holati barqarorlanganini va sezilarli yaxshilanish kuzatilganini qayd etishdi. Bu ma'lumotlar tomonidan pensiya jamg'armasiga yuborilgan elektron ma'lumotlar bazasida aks etdi. Natijada Gulnora opaga nogironlik pensiyasi muddatining tugashini kutmasdan TMEKga qayta ko'rikdan o'tish uchun chaqiruv keldi. Komissiya Gulnora opaning hozirgi sog'lig'ini baholab, nogironlik guruhini pasaytirishi yoki hatto bekor qilishi mumkin. Bu yerda asosiy sabab yangi tibbiy ma'lumotlarga ko'ra uning salomatligi avvalgi nogironlik darajasiga mos kelmay qolganligidadir. Boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa oluvchilar. Bu turdagi nafaqani oluvchilarning holati ham doimiy nazoratda bo'ladi. Agar nafaqa oluvchi, masalan, marhumning turmush o'rtog'i qayta turmush qursa yoki yosh bolalar uchun beriladigan nafaqa oluvchilar voyaga yetsa, o'qishni tugatsa va hokazo, bu ularning nafaqa olish huquqini bekor qilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi FHDga fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish, bo'limlari, ta'lim muassasalari va boshqa tashkilotlar bilan ma'lumot almashish orqali bunday o'zgarishlarni aniqlaydi. Misol, Feruza xola 28 yoshda turmush o'rtog'i vafot etganligi sababli boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa olardi. 3 yil o'tgach, u boshqa kishiga turmushga chiqdi. Bu haqda u pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Biroq FHDG bo'limidan pensiya jamg'armasiga Feruza xolaning nikohi qayd etilganligi haqida avtomatik ravishda ma'lumot kelib tushdi. Natijada Feruza xolaga pensiya jamg'armasidan chaqiruv keldi. Unga nikoh guvohnomasi va pasporti bilan kelib, holatni tushuntirish so'raldi. Agar u nikoh vaqtini tasdiqlasa, uning boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa olish huquqi tugatiladi. Hujjatlari shubhali yoki ma'lumotlar bazasida nomuvofiqliklar mavjud bo'lgan shaxslar. Raqamlashtirish jarayoni tufayli har bir fuqaro to'g'risidagi ma'lumotlar turli davlat idoralarining bazalarida jamlanmoqda. Agar sizning pensiya hujjatlaringizdagi, masalan, mehnat daftarchasidagi ish staji, tug'ilgan sanasi, familiyasi, ma'lumotlar boshqa rasmiy bazalardagi ma'lumotlar, masalan, pasport ma'lumotlari, FHDG yozuvlari bilan mos kelmasa, pensiya jamg'armasi sizdan aniqlik kiritishni so'rashi mumkin. Bu jarayon komissiya tomonidan ham amalga oshirilishi mumkin. Misol, Saidjon amaki 65 yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiya ishi eski qog'oz hujjatlar asosida shakllantirilgan. Yaqinda pensiya jamg'armasi barcha eski hujjatlarni raqamlashtirish va elektron bazalar bilan solishtirish ishlarini boshladi. Tekshiruv davomida Saidjon amakining mehnat daftarchasidagi ish staji bilan soliq idorasi bazasidagi ijtimoiy to'lovlar haqidagi ma'lumotlar o'rtasida katta nomuvofiqlik aniqlandi. Mehnat daftarchasida ko'rsatilgan ba'zi ish joylaridan pensiya jamg'armasiga ajratmalar tushmagani ma'lum bo'ldi. Natijada Saidjon amakini pensiya jamg'armasining maxsus komissiyasiga chaqirishdi. Undan ushbu nomuvofiqliklarga izoh berish, qo'shimcha hujjatlar, masalan, arxiv ma'lumotnomalari taqdim etish talab qilindi. Agar u o'z ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eta olmasa, pensiyasi miqdori qayta hisoblanishi yoki hatto qisman bekor qilinishi mumkin. 5. Xorijda uzoq muddat yashayotgan pensiyachilar. Agar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan nafaqaxo'r xorijda uzoq vaqt yashasa va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermasa, shuningdek, pensiya olish uchun belgilangan tartiblarga rioya qilmasa, pensiya jamg'armasi uning nafaqa to'lovlarini to'xtatishi va holatni aniqlash uchun chaqiruv yuborishi mumkin. Bu odatda banklar orqali ma'lumot almashish yoki boshqa davlat organlaridan olingan ma'lumotlar asosida yuzaga keladi. Misol, Shahzoda 17 yoshda o'zbekistonlik pensiyachi. O'g'li AQShda yashagani uchun bir necha yil oldin u ham o'g'lining yoniga ko'chib ketgan. Shahzoda opa har oy o'zbekistonlik bank kartasiga tushadigan pensiyasini chet elda ishlatib yurardi. Lekin bu haqda pensiya jamg'armasiga rasman xabar bermagan. Bir kuni uning pensiya to'lovlari to'xtatildi.
Sababi pensiya jamg'armasi bank tizimi orqali Shahzoda opaning bank kartasidan muntazam ravishda xorijda foydalanilayotganini aniqladi va uning uzoq muddat O'zbekiston hududidan tashqarida ekanligidan shubhalandi. Shahzoda opani holatni tushuntirish va agar pensiya olish huquqi saqlanib qolgan bo'lsa, tegishli hujjatlarni taqdim etish uchun komissiyaga chaqirishdi. Agar u O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq xorijda yashab pensiya olish huquqiga ega bo'lsa, bu haqda rasmiy hujjatlar taqdim etish kerak bo'ladi. Alto shaxsiy ma'lumotlarni yangilamagan pensiyachilar, pasport almashtirish, familiya o'zgarishi masalan, turmushga chiqish yoki ajralish natijasida doimiy yashash joyi, propiska o'zgarishi kabi ma'lumotlarni o'z vaqtida pensiya jamg'armasiga xabar bermaslik ham muammolarga olib kelishi mumkin. Elektron bazalardagi nomuvofiqliklar tufayli sizni aniqlik kiritish uchun chaqirishlari mumkin. Misol, Nodira opa 68 yoshga doir pensiya oladi. Uning pasporti muddati o'tgan edi, lekin u yangisini olishga shoshilmagan. Pasport stolining ma'lumotlar bazasi orqali uning pasporti muddati o'tganligi aniqlandi va bu pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlar bilan nomuvofiqlikni keltirib chiqardi. Natijada Nodira opaga pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkinligi haqida ogohlantirish keldi va uni pensiya jamg'armasiga pasportini yangilab kelishini so'rashdi. Bu komissiyaga chaqiruv bo'lmasa-da, har qanday holatda ham rasmiy idora bilan muloqot va hujjatlarni tartibga solishni talab qiladi. Kimlarga xavotirga o'rin yo'q yoki nisbatan kamroq. Bir muttassiz nogironlik nafaqasi oluvchilar. Agar sizga muttassiz doimiy nogironlik guruhi belgilangan bo'lsa, bu sizni muntazam ravishda TMEKga qayta ko'rikdan o'tish majburiyatidan ozod qiladi. Bunday nogironlik odatda og'ir va tuzatib bo'lmaydigan kasalliklar yoki jarohatlar natijasida beriladi. Agar siz o'zingiz sog'lig'ingiz yaxshilangani tufayli nogironlik guruhini kamaytirishni yoki bekor qilishni xohlasangiz yoki sog'lig'ingiz yomonlashgani uchun yuqoriroq guruhga o'tishni istasangiz, qayta ko'rikdan o'tishingiz mumkin. Shuningdek, qonunchilikda juda kamdan kam holatlarda, masalan, firibgarlik shubalari yuzaga kelganda muddatsiz nogironlik pensiyasini ham qayta tekshirish holatlari mavjud, lekin bu juda istisno tariqasidagi holatlardir. 2. Yoshga doir nafaqa oluvchilar. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz va yuqorida sanab o'tilgan hujjatlardagi nomuvofiqlik, shaxsiy ma'lumotlarni yangilamaslik kabi muammolar sizga tegishli bo'lmasa, sizni komissiyaga chaqirish ehtimoli juda past. Bu turdagi pensiya asosan yosh va ish staji asosida belgilanadi va odatda doimiy hisoblanadi. Barcha hujjatlari tartibda bo'lgan va hayotiy vaziyatlari o'zgarmagan pensiyachilar. Agar sizning barcha hujjatlaringiz, pasport, pensiya guvohnomasi, tibbiy hujjatlar va boshqalar tartibda bo'lsa, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda nomuvofiqlik bo'lmasa, turmush tarzingizda, sog'lig'ingizda nogironlik pensiyasi bo'lsa, pensiya olish huquqiga ta'sir etadigan o'zgarishlar bo'lmasa, xavotirga o'rin yo'q. Muhimi, pensiya olishingizga asos bo'lgan barcha ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelsa va rasmiy bazalarda aks etsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. Endi esa vaziyatni yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Ba'zan qoidalar o'ziga xos istisnolarga ega bo'ladi. Shuningdek, pensiyachilar duch kelishi mumkin bo'lgan ba'zi tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan noaniq jihatlar mavjud. Qoidadan istisnolar. 1. Uzoq masofaviy ko'riklar ayrim hollarda. Agar pensiyachi nogironligi sababli to'shaqda yotgan bo'lsa yoki uning jismoniy holati tamakka kelishga imkon bermasa, komissiya a'zolari uning yashash joyiga borib ko'rikdan o'tkazishlari mumkin. Bu ayniqsa og'ir kasalliklar, insultdan keyingi ahvol, jiddiy jarohatlar natijasida uy sharoitida parvarishlanayotgan shaxslar uchun amal qiladi. Buning uchun shifokorning rasmiy xulosasi va TMEKga murojaat qilish talab etiladi. Bu qoida insonparvarlik tamoyili asosida joriy etilgan va pensiyachining ahvolini hisobga oladi. Biroq bu xizmatni olish uchun ham tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish va so'rov yuborish kerak bo'ladi. 2. Ma'lum yoshga yetgan nogironlar uchun soddalashtirilgan tartib. Ba'zi mamlakatlarda va O'zbekiston qonunchiligida ham ma'lum yoshga, masalan, ayollar uchun 25, erkaklar uchun 6 yosh yetgan nogironlarga nisbatan nogironlik pensiyasini qayta ko'rib chiqish tartibi soddalashtirilishi mumkin. Bunday holatlarda agar nogironlik sababi doimiy va davolab bo'lmas kasallik bo'lsa, keyingi ko'riklar bekor qilinishi yoki muddatsiz nogironlik guruhi avtomatik tarzda berilishi mumkin.
bu qonunchilikdagi o'zgarishlarga bog'liq bo'lib, har bir pensiyachi o'z hududidagi pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot olishi kerak. Tuzoqlar va e'tibor berish lozim bo'lgan holatlar. 1. Chaqiruvlarni e'tiborsiz qoldirish. Agar sizga pensiya jamg'armasidan yoki TMIKdan rasmiy chaqiruv kelgan bo'lsa va siz uni e'tiborsiz qoldirsangiz, bu sizning pensiya to'lovingizni vaqtincha to'xtatilishiga yoki butunlay bekor qilinishiga olib kelishi mumkin. Pensiya qonunchiligida agar nafaqaxo'r o'z majburiyatlarini bajarmasa yoki so'ralgan ma'lumotlarni taqdim etmasa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkinligi aniq ko'rsatilgan. Keyinchalik pensiyani qayta tiklash ancha murakkab va ko'p vaqt talab qiladigan jarayon bo'lishi mumkin. Misol Madina xola 7000 yoshda. Unga nogironlik pensiyasini qayta ko'rikdan o'tkazish uchun TMEKdan ogohlantirish kelgan. Madina xola mening sog'ligim joyida deya chaqiruvga e'tibor bermadi. 2 oydan so'ng uning pensiya to'lovi to'xtatildi. Bu holatda u nafaqat pensiya pulidan mahrum bo'ldi, balki uni qayta tiklash uchun katta ovoragarchilikka tushdi. TMEKdan o'tib pensiya jamg'armasiga ariza yozib, yana bir qancha hujjatlarni rasmiylashtirishga majbur bo'ldi. 2. Hujjatlarning to'liq emasligi yoki noaniqligi. Komissiyaga borganda barcha talab qilingan hujjatlarni asl nusxalari va nusxalari bilan taqdim etish juda muhim. Agar biron bir hujjat yetishmasa yoki undagi ma'lumotlar o'zgarishlarga duch kelgan bo'lsa, masalan, eski pasport bilan yangisi o'rtasidagi farq, bu jarayonni sekinlashtirishi yoki komissiya qarorini sizning foydangizga bo'lmasligiga olib kelishi mumkin. Hujjatlardagi hatto kichik xatolar ham katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Misol, Botir aka nogironlik pensiyasini qayta rasmiylashtirish uchun TMEKga keldi. Undan so'nggi yillardagi barcha tibbiy ko'rik natijalari va davolanish tarixi so'raldi. Botir aka faqatgina so'nggi 1 yildagi hujjatlarni olib kelgan. TMEK a'zolari uning oldingi holat haqida to'liq tasavvurga ega bo'la olmaganliklari sababli uning nogironlik guruhini tasdiqlashda qiyinchilik tug'ildi. Natijada Botir akaga yana qayta borish va oldingi tibbiy ma'lumotnomalarni ham olib kelish topshirildi. Bu esa uning vaqtini va asabini behuda sarflashiga sabab bo'ldi. O'z huquqlarini bilmaslik. Ko'pchilik pensiyachilar komissiya oldida o'z huquqlarini bilishmaydi. Siz komissiya qaroriga e'tiroz bildirish, qo'shimcha tekshiruvlar talab qilish, shikoyat qilish huquqiga egasiz. Agar komissiya qarori sizni qoniqtirmasa, siz yuqori turuvchi organ yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. Bu huquqdan foydalanishdan qo'rqmaslik kerak. 4. Firibgarlik sxemalari. Afsuski ba'zi insofsiz kishilar pensiyachilarning bilim va tajribasi kamligidan foydalanib, komissiyadan o'tkazib berish, nogironlik guruhini olib berish kabi yolg'on va'dalar bilan pul undirishga urinishadi. Pensiya bilan bog'liq barcha jarayonlar rasmiy va shaffof bo'lishi kerak. Hech qachon shubhali vositachilarga pul bermang. Noaniq nuanslar. 1. Oila a'zolarining roli. Pensiya komissiyasiga borish qiyin bo'lgan holatlarda, masalan, pensiyachining sog'lig'i yomonligi sababli uning ishonchli vakili, ya'ni yaqin qarindosh, farzandi, turmush o'rtog'i ishonchnoma asosida pensiyachining manfaatlarini himoya qilishi mumkin. Bu ayniqsa hujjatlarni yig'ish, pensiya jamg'armasi yoki TMEK bilan muloqot qilishda katta yordam beradi. 2. Doimiy tibbiy kuzatuvning ahamiyati. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun tibbiy hujjatlarning muntazam ravishda yangilanib borishi va har bir ko'rik, davolanish jarayoni to'g'risidagi ma'lumotlarning saqlanishi juda muhim. Bu faqatgina komissiya oldida emas, balki kelajakda sog'lig'ingiz bilan bog'liq har qanday masalada isbot bo'lib xizmat qiladi. Komissiya sizning hozirgi holatingizni emas, balki kasallikning dinamikasini ham baholaydi. 3. Pensiya turlari o'rtasidagi farqlar. Yoshga doir nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik uchun beriladigan pensiyalar har xil qonuniy normalar bilan tartibga solinadi. Har bir pensiya turi o'ziga xos qayta ko'rikdan o'tish yoki holatni tasdiqlash mexanizmlariga ega. Siz oladigan pensiya turining xususiyatlarini bilishingiz muhim. 4. Idoralararo ma'lumot almashish. Yuqorida aytib o'tganimizdek, davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashish tizimi rivojlangan. Ya'ni sizning nikohingiz, ish joyingiz, xorijga chiqishingiz, sog'lig'ingizdagi o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga boshqa davlat organlari orqali yetib borishi mumkin. Shuning uchun barcha ma'lumotlaringizning dolzarbligi va haqqoniyligi juda muhim. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Aniqlik kirituvchi ko'rsatmalar. Endi esa, aziz do'stlar, eng muhim qismga o'tamiz.
Agar sizni komissiyaga chaqirishsa yoki sizda pensiyangiz bilan bog'liq savollar tug'ilsa, nima qilishingiz kerak? Har bir qadamni aniq va tushunarli qilib tushuntiraman. Birin, vahimaga tushmang, vazminlikni saqlang. Birinchi va eng muhim maslahat vahimaga tushmang. Chaqiruv xati kelishi yoki telefon qo'ng'irog'i hali pensiyangizni yo'qotasiz degani emas. Bu ko'pincha tekshiruv yoki ma'lumotlarni yangilashga doir standart protsedura hisoblanadi. Ikki, chaqiruvning manbasini va sababini aniqlang. Agar pochta orqali xat kelgan bo'lsa, xatni diqqat bilan o'qing. Kim tomonidan? Pensiya jamg'armasi, TMEK, bosh tashkilot qanday maqsadda, masalan, nogironlikni qayta ko'rikdan o'tkazish. Ma'lumotlarni aniqlash va qaysi sana va vaqtga chaqirilganingizni aniqlang. Unda ko'pincha siz bilan birga olib kelishingiz kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati ham keltirilgan bo'ladi. Agar telefon orqali chaqirishgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilgan shaxsning familiyasi, lavozimi va qaysi tashkilotdan ekanligini so'rang. Chaqiruv sababini, qaysi komissiyaga, pensiya jamg'armasi komissiyasi, TMEK va qaysi manzilga borish kerakligini aniq tushuntirishni so'rang. Hech qachon bank karta raqamingiz, PIN kodingiz kabi shaxsiy ma'lumotlaringizni telefon orqali notanish shaxslarga aytmang. Zarur hujjatlarni to'plang. Chaqiruvda ko'rsatilgan barcha hujjatlarni, shuningdek sizning pensiya holatingizga oid bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa hujjatlarni to'plang. Har bir hujjatning asl nusxasi va kamida 2 ta nusxasini tayyorlang. Asl nusxalarni faqat ko'rsatish uchun olib borasiz. Nusxalarni esa topshirishingiz mumkin. Pasport, asli va nusxasi, pensiya guvohnomasi, asli va nusxasi, mehnat daftarchasi, asli va nusxasi, ish staji aniqlashtirilayotgan bo'lsa, TMEK xulosasi nogironlik pensiyasi bo'lsa, avvalgi va mavjud barcha xulosalar, asli va nusxalari, tibbiy ma'lumotnomalar, kasallik tarixi, epikrizlar, tahlil natijalari, shifokor xulosalari, nogironlik pensiyasi bo'lsa, oxirgi ko'rikdan o'tgan sanadan boshlab barcha tibbiy hujjatlar. Ularni xronologik tartibda joylashtiring. Nikoh guvohnomasi yoki ajralish guvohnomasi, bo'g'uvchisini yo'qgani uchun nafaqa oluvchilar uchun agar holat o'zgargan bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar agar voyaga yetmagan bolalar uchun nafaqa olayotgan bo'lsangiz, bank hisob varag'i yoki plastik karta raqami, boshqa tegishli hujjatlar, masalan arxiv ma'lumotnomalari, sud qarorlari, 4 doimiy tibbiy hujjatlaringizni tartibda saqlang. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun bu o'ta muhim. Har bir davolanish, ko'rik tahlil natijalarini alohida papkada saqlab boring. Bu sizning sog'lig'ingiz holati bo'yicha to'liq rasm yaratishga yordam beradi va komissiya a'zolariga ishonchli ma'lumot beradi. O'z vaqtida shifokor ko'rigidan o'tib turing. 5. O'z huquqlaringizni biling. Siz komissiya majlisida o'zingizning ahvolingizni va holatingizni to'liq tushuntirishga haqlisiz. Sizda barcha savollarga javob olish huquqi bor. Agar siz komissiya qarori bilan rozi bo'lmasangiz, bu haqda aytishga va yuqori turuvchi organga, pensiya jamg'armasi boshqarmasi, sog'liqni saqlash vazirligi yoki sudga shikoyat qilishga haqlisiz. Shikoyat arizasini 2 nusxada yozing va bir nusxasini kiruvchi raqam bilan o'zingizda qoldiring. 6. Pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limi bilan aloqada bo'ling. Agar sizda biron bir o'zgarish bo'lsa, yashash joyi, familiya, oilaviy ahvol, ish joyi, bu haqda o'z vaqtida pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga xabar bering. Bu kelajakdagi muammolarning oldini oladi. Ularning aloqa telefon raqamlarini va ish vaqtlarini bilib oling. 7. Faqat rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar, yangi qonunlar haqidagi ma'lumotlarni faqatgina pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytidan, hukumat portallaridan, ishonch telefonlari orqali yoki mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limidan oling. Shubhali shaxslar yoki mish-mishlarga ishonmang. Tekis kerak bo'lsa huquqiy yordam oling. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, siz o'zingizni himoya qilishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yurist yoki huquqshunosdan maslahat olishdan tortinmang. Ba'zi nodavlat notijorat tashkilotlari ham pensiyachilarga bepul huquqiy yordam ko'rsatadi. Xulosa va yakuniy chaqiruv. Shunday qilib, aziz do'stlar, bugun biz pensiyachilar uchun chaqiruvlar, kimlarni komissiyaga chaqirishlari mumkin degan muhim mavzuda batafsil muhokama qildik. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Asosiysi ogoh bo'lish, hujjatlarni tartibda saqlash, o'z huquqlaringizni bilish va rasmiy chaqiruvlarga e'tibor bermay qoldirmaslik. Pensiya bu sizning hayotingizdagi muhim kafolatdir. Uni himoya qilish sizning qo'lingizda. Bu boradagi fikrlaringizni va boshdan kechirgan tajribalaringizni sharhlarda yozib qoldiring.
Sizning har bir fikringiz biz uchun qadrli va boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zira biz kelajakda ham siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va sog' bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.